salomatligi butun organizmga qanday ta'sir qiladi? Judayam menga yoqqan savol. Bugungi kunda shunchalar ko'p ichakda muammosi bor insonlar 90%, 95% desak ham bo'ladi. Qaysi birida disbakterioz, qaysi birida qabziyat bor insonlarimizni. Ha degan bo'lardim. Ichak salomatligi inson organizmiga juda ham ta'siri kuchli. Agar sizda qabziyat bo'lib tursa, sizning organizmingizda kasalliklarni, zaharlanishning boshi shu. Qadrdonlarim, agar sizga yana ichak haqida ma'lumot, ichakni qayta tiklashingiz kerak, ichak zararlangan, ichakda trishinalar bo'lsa, to'liq ma'lumotni Telegram kanalimga o'tib, bemalol olishingiz mumkin. Va konsultatsiyalarimda qatnashib, bemalol siz onlayn, offlayn konsultatsiyamdan foydalanishingiz mumkin va kommentariyamga plus belgisini qoldiring. Sizga ichak haqida to'liq yana ma'lumot tashlab va testlarni tashlab qo'yaman.